Bir özünün yeni ağan peçet maşinesini deb sürtüvatқан vaqtning o'zida bunun bir kichik 7 yoshli qizi kelib mashinaning qachida o'ynabdi va bu mashinaga tosh parchasi bilan surtib jijilib etibdi. Endi buni ko'rgan dada dahshatli achchiq ketibdi. Har qanday bir erkak kishining achchiq keladi-ku. Achchiqni o'zini bosolmay, qo'lidagi mashina surtkish bilan qizining qo'liga bir qanchani qattiq urib etibdi. Şundan bu kız yığısı toxtamaptı. Şundan bo'lmagandaki qo'llari ishib ketibdi. Doktorxonaga apargandan keyin bu bug'umlarning aldi burun sunib vaqtini o'tib ketganligi, bu tumurlarning yerilib, qizning barmoqlarini kesib etmesi bo'lmaydiganligini debdi. Dada qattiq azoblanibdi. Endi bu operatsiya tugagandan keyin dada qizning ko'ngliga kiribdi. Bu yerda qiz nəhayət kulimsirgan oldida dada endi mashinaga hargiz men jijilmayman. Mening qo'llarim, barmoqlarim qachonliqini uzib chiqdi debdi. Hem de bu gapni anlab dada şu derecede içip yığılab ketibdi ki neyim deyishini uqmabdi bu qizga. Hem de şunu olan bu yerlik bu işler tüygandan keyin qizni doktorxonaga qo'yib uyga qaytibdi. Eliq ağam mashinasini ochchiqda netjini tepib o'tibdi. Va shuni olan shunda qarabdiki mashinasining ishiga qizi jijilgan bu yer qarsa asli bu qiz dada men seni suyma deb xat yozib qo'ygan ekan. Dadasi bu xatni ko'rib texiymbak içib yüzünü öldürüp olaydı. Asli şu derecede bulup gitipti. Hem de may hikayeni anlap hazır nurg'un atanlarla bilan piyonun qilib bo'ldinglar qachon shundaymi? Unda mening beshimda o'tgan 5 yil burungi men buning amaliy shipinimni bir ko'rib baqman. Qanday qilmaysan? Mana bu ayni vaqtida mening arzulab olgan mashinam edi. Endi haqiqatan mashina o'xshash bo'lgancha bu mashina to'xtatib men aynakni aytayotganda qizim yerga tosh parchasini ilib shunday jijilayotgan. Ko'rdinglar aynan men kuliblar oddiyli bir taraf qildim bu ishni qizimga bir ochiqlanib ketadigan ishlarim yo'q. Albatta menlar 80-90% dadalar chuqur shunday qilamiz. Shunday u har qancha olgan qimmat mashinamiz bo'lsa-mu, o'zimizning qizi o'g'li bolalar unda uqmay jijilayotgan vaqt bo'ldi. Bu endi bular bu bolalar tafakkur bilan qilgan ishda bu hargiz uning nech pul ketadiganligi qimmatda u bizning hissiyotimizni tushunmaymiz. Xuddi biz shu bolalarning hissiyotini tushunmagandek. Endi shunday vaqtning o'zida nurg'un dadalar ochchig'imizni chuqur jutishimiz kerak. Kim 80-90% lar bunda qildi deganlar boya degandek 10-20%larning ichida haqiqatan shunday nurg'un ishlar yo'liqqa vaqtimizda o'rikli televizorni chaqayotganda, sopani jitayotganda ochchig'ini bosolmay bolasining ko'nglida mangulik jarohat qoldirgan ota-onalarmi oz emas meningcha. Mesela necha yillar burun shunday bir hikoyani anglagan bir ota-onalar bir yil pul yig'ib nihoyat qimmat bir sopa krisloni uyga oladi, xurum shuninglar buning bolalari o'ynab buni pichoqda yitib-atadi, eli xurumni sopaning hammasini vayron qilyotadi. Aytdilar, shuninglar bu otan surundan kelib qarshi bolalari mashta qilayotgan ochchiqda bu bolasini urundaqa qo'lni bog'lab qo'ydi. Yeni qılam seyredip netçin urup burundaki bağlap koydu. Ula hem de bu açığın uçtanmay yerip o birisi bilan jadalishib surun sen bağmıgan bolsan öyle qilib qalsan anda qulutdi sen bolsan bağmısan deb ikkisi birisi bilan jadalishib açıqda bu balısını unutib uxlab qoladi. Atigan qopqa vaqti qarsalik balının qo'llari bug'uq tug'ashqa bir kecha qon mangmay ikkili biligi kadın chiqdi. Mishadin kesib doktorlar. Aşikaya o'xshash. Shuni bilan bu balama o'xshashlar mening qo'llarim qachon uzib chiqadi deydi. Endi nihoyat ta'sirli ichimiz etishadigan bir hikoya. Endi lekin amaliy turmushimizda biz bolalarimizni u darajada hargiz unda qilmaymiz. Lekin ma'lum darajada vaqirab yoki u bularning ko'nglida mangulik jarohat qoldiradigan ishlarmi bo'ladi. Lekin amaliyotda o'ylab baqsak bolalarimiz hargiz bizga ziyon solishni o'ylamagan. Shundami? Uni o kallis yetmaydi bir qasddan bu yerga bolalarimiz voy dadamga bir ziyon solay, mashinasiga biz jijilib o'tay, uyga olgan yangi televizorni bir cheqib o'tay demaydi. Ular faqat bir balalik xiyoli bilan biz his qilmaydigan bir hissiyotdan shunday ishlarni qilib qilish mumkin. Shuning uchun ota-onalarning mushundaq ahvolda chuqur bir so'g'aqqan bo'lishini, so'g'aqqanlik bilan bir taraf qilishini chin ko'nglimda umid qilma. Keyin ömürlük pushaymonga qolsak bo'lmaydi. Mayli bolarimizga tan jihati azor berib bir ömürlük tatib qolsin yoki dili jihatdan. Shunami? Shuning uchun mush ota-onalarniki o'g'il farzand tarbiyalash, qiz farzand tarbiyalash nomli kitob yashmisini chuqur anglab beqishinglarni umid qilma. Qodi kitob darsxonasida ba ikkisini ayrim-ayrim qilib yo'llab qo'ydim. Endi bu yangi yo'nalishga degan bak dongli kitob bo'lib ketdi-ku bu. Farzand tarbiyalash deymizda. Shuning uchun bularni sizlarga ham bahrlab qo'ydim. Chuqur bir anglab beqinglar, qayta anglab beqinglar foydasi bo'ladi. Hammamizning balasi bir oq qog'oz. Endi qanday tarbiyalash o'zimizga bog'liq. Rahmat.